Mecburi emgek bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlar tengsiz raqobatni keltirib chiqardi. O'ylab beqinglar. G'arbning zavodlari yuqori maoshli ishchi xizmatchilarni ishlarida mahsulot ishlab chiqarsa, uning tanarqi qimmat bo'ladi. Xitoy Uyg'urlarni mecburi ishlab chiqargan mahsulotninki bahosi arzon bo'ldi. U chog'da arzon ishlab chiqarilgan bir mahsulot bilan qimmat ishlab chiqarilgan bir mahsulot xalqaro bozorda raqobatga tushsa, u vaqtda kim yengib chiqadi? Albatta, arzon mahsulot yengib chiqadi. Sifat o'xshash, material o'xshash, ammo tanarq arzon. Shuning uchun tengsiz raqobatga qarshi turish g'arb davlatlarininki navbatda Xitoydagi majburiy emgakni bo'libmi Uyg'urlarni asos